Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun ham sizlar bilan Ibrohim alayhissalom qissalarining davomini birgalikda tinglaymiz. Makka sari. Ibrohim xotini Hojar va o'g'li bilan Makka tomon yo'l oldi. Makka giyoh ham unmaydigan, suv yo'q, odam tugul, hayvon yashamaydigan joy edi. Ibrohim xotini va o'g'lini shu yerga tashlab ketmoqchi bo'ldi. Hojar ortidan yugurdi. Hojam, bizni na suv, na taom bo'lmagan joyga qoldirib ketmoqchimisiz? Buni sizga Alloh buyurdimi? Ibrohim alayhissalomdan ha javobini eshitgach, unday bo'lsa, Alloh bizni xor qilmaydi dedi. Ibrohim ketdi. Hojar chanqagan o'g'liga suv topish uchun Safo va Marva oralig'ida yugura boshladi. Alloh taolo ona bolaga najot berdi. Suv chiqardi. Yerdan chiqayotgan chashmadan, Zamzamdan to'yib ichishdi. Alloh taolo Zamzamga baraka ato etdi. Hozirda bu quduqdan hajga borganlar ichib, uylariga ham olib ketishadi. Ibrohimning tushi. Bir qancha muddat o'tgach Ibrohim Makkaga qaytdi. Xotini Hojar va o'g'li Ismoil bilan diydorlashdi. Ismoil ancha ulg'ayib qolgan, yugurib o'ynar va otasi yonidan bir qadam ham jilmasdi. Otasi ham uni qattiq yaxshi ko'rardi. Bir kuni Ibrohim tushida o'g'lini so'yayotganini ko'rdi. U haq payg'ambar edi. Shuning uchun ko'rgan tush ham rost sanalardi. Ibrohim Robbining tushida buyurgan amrini bajarish kerak edi. Ibrohim aytdi: "Ey o'g'ilcham, men tushimda seni qurbonlik uchun so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Endi sen o'zing nima ra'y, fikr bildirishingni bir o'ylab ko'rgin" degan edi. U aytdi: "Ey otajon, sizga tushingizda Alloh tomonidan buyurilgan ishni qiling. Inshaalloh meni sabr qiluvchilardan topursiz." As-Soffat surasi 102-oyat. Ibrohim o'g'lini olib Minoga keldi. So'yish uchun yerga yotqazib, pichoqni bo'yniga tiradi. Alloh Ibrohimning o'zini yaxshi ko'radimi yoki o'g'liga ko'proq muhabbat qo'yganmi bilishni xohladi. Haq payg'ambar bu sinovdan yorug' yuz bilan o'tdi. Alloh farishta Jabroil alayhissalomni jannatdan chiqqan qo'y bilan yubordi va mana bu qo'yni so'y, Ismoilni emas dedi. Shu tarzda musulmonlarga Qurbon hayitida qurbonlik qilishga buyurildi. Bolajonlar, hikoyamizning davomini kelasi ko'rsatuvlarimizda kuzatib boring.